Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom aytadilarki, Voqea surasini o'qinglar. Bu sura rizq va baraka surasidir degan ma'nodagi hadisni aytganlar. Ya'niki Allohdan rizq talab qilib, faqirlikdan panoh talab qilib Voqea surasini o'qisa Alloh taolo bandani boy bo'lishiga, badavlat bo'lishiga yo'l ochishi to'g'risida hadis bor ekan. Buni quruq bir gap sifatida og'izdagina takrorlash emas, balki ilmi yaqin sifatida, shak shubhasiz buyuk bir ilm albatta bo'ladi degan buyuk ishonch bilan demak e'tiqod qilib o'qish kerak. Kasbidan baraka topish uchun inson kasbiga mehr qo'yish kerak, vafodor bo'lish kerak, kasbini ulug'lash kerak, hurmatini qilish kerak. Rasululloh akram alayhisolatu vassalom hadisda aytadilar, Alloh taolo bir bandasiga rizqni eshigini ochib qo'ygan bo'lsa, o'sha rizq kelib turgani borki, undan yuz o'girmasin, eshigini yopmasin. Hikmatini kim biladi? Kimnidir rizqini Alloh taolo tijoratda qilib qo'ygan. Kimnikidir sotarashlikda qilib qo'ygan. Unda qarasangiz, sotarashning ishi juda ham daromadi kamga o'xshaydi, lekin ixlos qilsa yaxshi bo'ladi. O'sha olgan oz puli barakali bo'ladi. O'ziga yuqadi, oilasiga yuqadi, boy badavlat bo'ladi. Unaqa qilmasdan hozir kasbga nima emas, qaraladi. Qaysidan pul kelib kelsa hammasi gurr etib o'sha yoqqa uradi. Mana hozir jamiyatda ma'lum bir azizlarimiz, jigarlarimiz, qarindoshlarimiz yillar davomida qarzini uzolmay yuribdi. Shularni nima bo'lib qarz olgan deb so'rasangiz, ko'pisi aytadi, biznes qilaman deb birovdan qarz oldim, keyin tushib qoldim deydi. O'sha biznes, tijorat qilish har kimning ishi emas-da. Shuni o'rgangan, bilgan, ota-bobosidan ko'rgan, ustozlaridan dars olgan odamlar oldi-ketini o'ylab, nimani olib keladi, qachon olib keladi, qanaqa qilib sotadi, shuni biladi, qilishadi. Bilmagan odam mavsumini bilmay narsani olib qo'yib tushib qoladi. Yoki borib u yerdan tanlay olmasdan, u yerdagi aldamchiga uni yaxshisini ko'rsatib turib, yomonini yukiga qo'shib beradi, ko'tarib kelaveradi. Shunaqa bo'lib tushyapti odamlar. Ya'ni o'zi bilmagan narsani qilaman deb urinib, o'zini o'zi xarob qilyapti. Shuning uchun rizq kelib turgan kasbi bor ekan, kichkinami, kattami, shunga mehr qo'ysin. Shunga sadoqat ko'rsatsin, kasbi unga sadoqat ko'rsatadi, baraka bo'ladi, qiladi. Nofi radhiyallohu anhu aytadilar, men deydilar, tijorat qilib Shomga, Misrga tijorat karvonlarini yuborar edim. Ishim yaxshi edi. Endi bir Iroqqa ham tijorat qilib ko'ray deb Iroqqa karvon yuboruvdim, sarmoyam ham chiqmadi deydi. Hayron bo'lib Oysha radhiyallohu anha onamizning oldilariga bordim. Onajon, menda bir ish bo'ldi. Misrga, Shomga tijorat yuborar edim. Juda yaxshi bo'lib rivojlanib kelyapti. Yana bundan ham ko'proq bo'lsin deb Iroqqa yuboruvdim. Sarmoyam ham chiqmadi-ku, nima bo'ldi bu yog'i? Devdim, bolam, men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan eshitganman. Alloh taolo bandasiga bir rizqni eshigini ochib qo'ysa, o'shini lozim tutsin, boshqa yoqqa ketib qolmasin deganlar. Sen yana o'sha Misr bilan Shomga tijoratingni qayta tikla dedilar. Kelib turibdi-da. Kelib turibdi, bo'lib turibdi, xayol boshqa yerga ketib qolgan. Iroq yaqinroq degandir yoki u yerda odamlar kelganlar mendan boshqalar ko'p foyda olyapti degandir, nimadir bo'lgandir-da. Endi yo'qadigan joyi har kimniki har xil bo'lar ekan. Shuning uchun kasb egalari kasbiga nima qilsin? Vafodor bo'lsin, sadoqat qilsin, shu kasbini e'zozlasin. Ana kasb uni inshaalloh Allohning izni bilan boyishiga, farovon bo'lishiga, yaxshiligiga demak sabab bo'ladi. Kasbni o'ziga yarasha odoblari bor, o'ziga yarasha talablari bor. Eng asosiysi haligi halollik, poklik, birovni aldamaslik. Rasul akram alayhisolatu vasallam man g'ashshana falaysa minna deganlar. Kim bizni aldasa bizdan emas. Hozir shu kasb qilayotganlar ko'pchilik aldaydi odamlarni. Aldaydi. U tojirmi, ustami,
yana boshqa kasb egasini shu aldashni turli yo'llarini qilishadi. Meva sotayotganlar aldashadi odamlarni. Uzumni bozorga olib chiqishdan oldin bir kun tagiga suv quyib qo'ysa, butun suvni meva ichib oladi. Og'ir bo'ladi. Shuni aldam odamlarni olib borib sotishadi. Uzum 2 kundan keyin pirqi bo'lib qoladi, yumshoq. Haligi suvni qo'shib pul qilib olishadi. Lekin o'zlariga yuqmaydi. Shu darajagacha borganki odamlar hayvonlarni, qo'ylarni mana u poychasidan yorib, nasosman puflab shishirib oladi bu. Bu yerini bog'lab qo'yadi. Aldov. Bu harom axir. Kasb egalari ham shu. Qilgan ishini metrini o'lchaydigan bo'lsa, uyning egasi bechora unaqa o'lchashni bilmaydi, aldashadi. Qo'shadi qancha narsani. Yolg'on gapiradi. Unaqa narsalar bo'lmasligi, o'shuning uchun baraka ko'tariladi. Shuning uchun noqulaylik tug'iladi. Mo'min musulmon odam rostgo'y bo'lib, halol pok, sidq dildan mehnat qilib ishlasa, Alloh baraka beradi, xayr beradi. Baraka shuki, u topgan puli million bo'lib, noli ko'payishi emas, o'ziga yuqishi, oilasiga yuqishi, ofiyati bo'lishi, o'zi sog', bola chaqasi sog', hamma yog'i joyida. Ko'pmasi yegani ham bor, kiygani ham bor, yetib turibdi. Bundan katta boylik yo'q. Harom harishini to'plab olgan, molini hisoblab oxiriga yeta olmaydi, o'zi kasal, bolasi chatoq, narkoman bo'lib qolgan, u bo'lgan, bu bo'lgan. Bu ham ko'z o'ngimizda turibdi. Bunga ham qarashimiz kerak. Ana, halollik, poklik, rizq Allohdan ekaniga to'la iymon keltirib, Allohning amrini qilyapman deb halol rizq talab qilish, uni isrof qilmaslik, birovga xiyonat qilmaslik kabi rizq odoblarini agar biz yo'lga qo'yadigan bo'lsak, hamma yoq baraka bo'ladi. Baraka bo'ladi deganimiz haligi. Ehtimol moli dunyosi toshib qo'ygani joy topa olmaydigan darajada bo'lmas-u, lekin o'ziga yuqadi, oilasiga yuqadi, qarindosh urug'lariga yuqadi, o'zi sog' salomat bo'ladi, ibodatini vaqtida qiladi.